Bu devorlar orasida jimliklar gapiradi. Yuraklar rollarga aylanadi. Bu yer sahna. Assalomu alaykum. Demak, biz sizni bugun sahna sehriga chorlaymiz. Sizlar bilan sahnaning ochilmagan sirlarini, ijodkorlarning his-tuyg'ularini birga bugun namoyish etamiz. Qani unda biz boshladik. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali siz aziz tomoshabinlar bilan birgalikda adabiyot olamining muhim janrlaridan biri dramaning badiiy mohiyati, sahnaviy kuchi va hayotiy haqiqatlarga bo'lgan munosabatni chuqur tahlil qilishga bel bog'ladik. Drama bu shunchaki sahnadagi harakat emas, balki inson ruhiyati, jamiyatdagi muammolar, ichki kurashlar va o'zgarishlar ifodasi sifatida san'at olamida muhim o'rin egallaydi. Ko'rsatuv davomida biz drama janrining mohiyatini faqat nazariy nuqtai nazardan emas, balki amaliy tajriba asosida ham o'rganishga harakat qildik. Shu maqsadda yurtimizda faoliyat yuritayotgan turli adabiyotshunoslar hamda bir qancha soha vakillari, ijodiy fikrlovchi insonlar bilan jonli muloqotlar olib bordik. Ularning har biri dramaning jamiyatdagi o'rni, inson qalbiga ta'siri va zamonaviy asarlar bilan bog'liqligi borasida o'ziga xos qarashlarini bildirdi. Ayniqsa, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qalamiga mansub Kelinlar qo'zg'oloni dramasi bizning asosiy tahlil obyektimizga aylandi. Asar orqali biz nafaqat drama janrining badiiy imkoniyatlarini, balki oila, ayol, an'ana va yangilanish o'rtasidagi ijtimoiy ziddiyatlarni ham yoritishga harakat qildik. Ushbu asar bizni jamiyatda davom etayotgan nozik ijtimoiy masalalarni chuqur o'ylab ko'rishga, sahnadagi voqealar orqali hayotga yangicha nigoh bilan qarashga undaydi. Shunday qilib, bugungi ko'rsatuv bu sahnadan hayotga qarash, so'z orqali jamiyatga murojaat, qalblarga yo'l topish va badiiy haqiqatni birgalikda anglash sari tashlangan yana bir qadamdir. Dramatik asarlar epik va lirik asarlardan tubdan farq qiladi, chunki u to'laligicha konfliktlar ustiga quriladi. Mana biz sahnada ishtirok etayotgan qahramonlarning yuz ifodasidan, xatti harakatidan, oddiy bir ko'z qarashlaridan uni nima demoqchiligi, qanday fikrdaligi, nimalarni o'ylayotganligini ko'ramiz. Drama janri juda bir qadim davrlarga borib taqaladi. Biz o'zimiz ham o'qiganmiz. O'sha Eskilni, Sofoklni dramatik asarlari. Shunday bir mashhur odamni gapi bor edi. Teatr veshelkadan kiyim iladigan joydan boshlanadi degani. Demak, o'sha teatr binosiga kelganda odam o'zini juda boshqacha tutadi. Bir madaniyatli yurish turishlari, muomalasi juda boshqacha bo'ladi. Shu jihatdan juda ham ta'sirli. Ko'p qator teatrlarimiz bor shahrimizda, xususan Toshkent shahrida juda ham ko'p. Men alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Oxirgi paytlarda Shamsixamar teatr studiyasi spektakllariga tushdim. Bitta spektakl bu Jaydari Martin deb ataladi. Martin Eden asari asosida sahnalashtirilgan ekan. Juda ham chiroyli, juda ham ta'sirli. Masalan, shu Martin Eden asosida bo'lsa ham, demak, Jack London asariga tayanilgan bo'lsa ham, lekin o'zbek qahramonlari va o'zbeklarni muammolari aks ettirilgan. Hayotdan maqsadingiz nima? Deydi aktyor. Keyin siz endi og'iz juftlaysiz, keyin to'xtang, aytmang. Shu kunlarda nimani niyat qilyapsiz? deb savol beradi. Va siz savoliga javob berasizda, shunday bir jonli muloqot bo'ladi. Siz nafasni sezib turasiz, his qilib turasiz, o'ylanib qolasiz. O'sha hayotdagi asosiy maqsadimiz, niyatimiz, kelajakka qilayotgan rejalarimiz, qaysidir narsadan asabiylashganimizni o'ylab ko'rsak, bu arzimagan narsa ekan. Undan ko'ra mana bu ishni qilsam bo'lar ekan degan
o'ylar o'tadi-da. Masalan, biz an'anaviy kulgili komediyalarni ko'rsak, ba'zilarini ko'ramiz, kulamiz bo'ldi. Bizda hech narsa qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Lekin mana shunaqa jiddiy spektakllarni ko'rganimizdan keyin o'ylanib qolamiz. Teatr bu ibratxona deb aytilmagan. Bu bizga ibrat beradi, ibrat bo'ladi. Shuning uchun men dramatik asarlarni har doim sevib o'qiyman. Teatrlarga borib shu spektakllar ko'rishga harakat qilaman. Teatr dramatik asarlarni o'qitish ham shu jumladan o'sha kelajak avlodga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shu bekorga maktabda o'qiyotgan paytimizda bizlarni avtobusga solib, o'sha teatrlarga olib borishmagan. Hali ommaviy ravishda 100 ta bolani, 200 ta bolani. O'shani nimadir ma'naviy oziqa bo'ladigan joyi borki, demak ruhiy oziqa olasizki, foyda olasizki, shuning uchun sizni shunaqa tomoshalarga olib borishgan. Shuning uchun dramatik asarlarni ham mutolaasi, ularni o'qitish bu kelajak avlod uchun juda muhim deb hisoblayman. Saidahmadning Kelinlar qo'zg'olon dramasi har bir yurakda iz qoldirgan, hayotiy haqiqatlarni sahna orqali tilga olgan asar. Biz bu gal siz, aziz kitobsevarlar uchun aynan shu durdona asarni tanladik. Uning dramatik kuchi, sahna harorati va ijtimoiy mazmunini yanada chuqurroq tahlil etish maqsadida mashhur teleboshlovchi Zaynab Begim Yunusovani suhbatga chorladik. Suhbat davomida u Kelinlar qo'zg'oloni haqida o'zining samimiy, o'ziga xos fikrlari bilan bo'lishdi. Juda ham chiroyli kelinlarning ustidagi boshqaruvni, kelinlarning tarbiyaviy ahamiyatini, oilani mustahkamligini va uydagi chiroyli bir siyosatni ibrat o'laroq ko'rsatib bergan Zaynab Sadriyev. Uni to'g'ri va noto'g'ri deb bo'lmaydi. O'sha paytda o'ziga yarasha, o'sha oilani o'ziga yarasha kerakli bo'lgan bir holati edi desam bo'ladi. Lekin har bir davrni, har bir qaynonani, har bir kelinni o'zini bir dunyo qarashi bor. O'sha davr uchun, o'sha davr siyosati uchun shu narsa kerak bo'lgan. Lekin men kelinlarni o'sha qo'zg'oloniga shaxsan qarshiman. Qaynona bilan birga yashashlikni zavqini, buni go'zal siyosatini, buni o'ziga yarasha o'zbek qadriyatlarini, urf-odatlariga qanchalik uyg'unligini aynan mana shu spektakl orqali ko'rsa bo'ladi va kelinlar qo'zg'olonini qilgan bu qo'zg'oloni afsuski urf-odatlarni, qadriyatlarini yo'q bo'lib ketishiga, kelinlarni alohida yashashi, oilani mustahkamligi uchun emas, balki buzilishi uchun xizmat qilayotganligiga ta'sir ko'rsatayotganini bugungi kundagi ijtimoiy ahvolimizdan, tarqalib ketayotgan urf-odatlarimizdan, qadriyatlarimizdan bilsak bo'ladi. Demak, umuman olganda spektakl sizga yoqadi. Spektakl yoqadi, oxirini hisobga olmaganda. Hozir ham shunaqa spektakllar yana qo'yilishini xohlarmidingiz? Maishiy mavzudagi spektakllar, oilaviy ahamiyatga ega bo'lgan spektakllar, urf-odatlarni, qadriyatlarni eslatuvchi spektakllar, ota-onani, qaynona-qaynotani hurmat qilish kerak bo'lgan spektakllar ko'proq bo'lishini xohlardim. Mana shuni targ'iboti uchun xizmat qilayotgan ekansizlar. Sizlar aynan talabalar, kelajakda sizlar ham oila qurishga tayyor turibsizlar. Buni targ'iboti o'laroq sizlarga bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi deb ataylab to'xtadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbek Milliy drama teatrida qanday drama yoki spektakllarni ko'rgansiz? O'zbek drama teatrida Andishali kelinchak oilaviy drama komediya hisoblanadi. Ham tarbiyaviy ahamiyatga ega, ham komediya. Juda ham ko'p teatrlar bo'lib turadi, ko'p tushib turamiz. Qaysi birlari sizga ma'qul kelgan? Tarixiylarga ham tushganmisiz? Tarixiylarga ham tushamiz. Ayniqsa juma, shanba, yakshanba kunlari oila davrasida borib tushib turamiz. Nafaqat teatrga, balki bolalarimiz bilan Alisher Navoiy naqasi bor. San'at saroy o'sha yerda skripka bo'ldi yaqinda. Yana 25-mayda Vivaldining skripka naqasi bor, konserti bor, shunga tushamiz. Madaniy hordiq chiqarib turamiz. Rahmat. Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni spektakliga tushganmisiz yoki dramasini ko'rganmisiz? Dramasini ko'rganman. Unda sizga qaysi obrazlar ko'proq ma'qul kelgan? Siz qaysi obrazlarni yoqlaysiz? Farmon bibi obrazi.
ma'qul kelgan? Ma'qul kelgan qanaqa ma'noda? Oilani qanaqa balansini to'g'ri ushlash, oilaviy budjetni to'g'ri sarflash, bular barchasi tarbiyaviy ahamiyatga ega komediyniy bo'lgani bilan. Kelinlarni barchasi ham o'ziga yarasha bunaqasi bor, xarakteri bor. Asosan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgani barcha kelinlar ham tarbiyaviy o'rganadigan joyimiz ko'p. Yoshlarga tavsiyangiz qanday? Yoshlar tavsiyamiz faqatgina telefon, ommaviy axborot yoki bo'lmasam faqatgina gadjetlarga suyanib qolmasdan, tabiiy shu teatrlarga tushib, aktyorlarning mahoratlarini ko'rib baho berish, konsertlarga tushish, konsertlar juda ham ko'p konsert dasturlari bor. Borib tushib, o'rganib turishlikni tavsiya berardim. Madaniy hordiqlar chiqarib tursa yaxshi bo'lar. Rahmat javobingiz uchun. Oxirgi marta qachon teatrga spektakl ko'rishga kirgansiz? Assalomu alaykum. Men adashmasam 7 yoshimda kirganman spektakl ko'rishga. Qaysi spektakl? Opog'oy spektaklini ko'rganman. Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'olon spektaklini ko'rganmisiz? Yaxshi, sizga undan qaysi obraz ma'qul kelgan yoki siz qaysi obrazni yoqlaysiz? Nigorani obrazini ma'qullayman. Keyin ham quvnoq, ham e'tibor qaratadigan, hamma kelinlardan ajrab turadigan rol o'ynagan, o'ziga yarashgan va to'g'ri anaqani hayotiy voqealardan olib chiqishgan. Rahmat. O'zbek dramalaridan qaysilarni ko'rgansiz spektakllardan? O'zbek dramalaridan kelinlar nimadir edi. Kelinlar qo'zg'oloni. Kelinlar qo'zg'olonini kim yozganini bilasizmi? Yo'q. Rahmat. Nobik obrazni yoqlaysiz demak. Hozirgi kunda ham shunday xonimlar bo'lishini xohlaysizmi? Albatta, qattiq turgan yaxshi kelinlarga deb o'ylayman. Nima sababdan qattiq turgan yaxshi? Qattiqroq turgan yaxshi-da, chunki bo'sh qo'ysangiz kelinlar buni ham boshqa chiqadim deb o'ylayman-da. Kelinlar obrazidan qaysini yoqlaysiz? Yoki uni yaxshi yoki yomon jihatlari qaysini deb o'ylaysiz? Nigora bor-ku, Nigora ham bir yo tarafdan ham bu tarafdan olib chiqadi-da rollarini. Yaxshi u ham. Haqiqat. Mashora tepasidan boshlayman bu движение-da. Yaxshiroq, yaxshiroq. Qo'lingizni ko'taring. Haqiqatni ko'proq olib chiqib turadi. To'g'ri talablari bor-ku. Uni ham yaxshi. Demak, siz Nigorani yoqlaysiz? Ha, yaxshi deb o'ylayman. Said va Saidaga tushganman. Yaxshi. Unda Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni dramasiga tushganmisiz yoki tomosha qilganmisiz? Qilganman, televizor orqali qilganman lekin. Unda sizga qaysi obrazlar ma'qul kelgan ko'proq? Anaqa qaynonasi bor-ku. Farmon bibi. Farmon bibi. Farmon bibi obrazini yoqlaysizmi? Qaysi taraflama endi nima desa bo'ladi, har taraflama emas-u. Qaysidir obrazlari yoqadi, lekin har taraflama emas-da. Ba'zida kelinlarga adolatsizlik qilgani ko'rinadi, lekin qattiqqo'lligi boshqa taraflama ham qaysidir jihatdan yaxshi deb o'ylayman. Men o'zbek dramalarida mana o'zimizning milliy teatrga bo'sh vaqtlarimda qizlarim bilan tushib turaman. Anaqa qizil qirmizi olmani ko'rganmiz. Yana qaysilarda ko'rardik? Tarixiy anaqaga sohib qolgan teatrlarni ko'ramiz. Juda ham yaxshi odamga madaniy hordiq beradi. Juda yaxshi odam fikrlashini o'zgartiradi, yoshlarni bo'sh vaqtini maroqli o'tkazishga yordam beradi. To'g'ri. Yana bir savolim, Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni spektakliga tushganmisiz? Tushganman. Kelinlar qo'zg'oloniga. Kelinlar qo'zg'olonida sizga qaysi obraz ma'qul kelgan yoki hozirgi kunda qaysi obrazni yoqlaysiz siz? Kelinlar qo'zg'olonida menda o'sha vaqtda o'ynagan, sodda rolni o'ynagan marhuma joylar jannatdan bo'lsin. Dilbar Ikromova rollari menga juda ham yoqadi. Ularning har bir anaqalari, o'tda qatnashgan barcha kelinlar ham juda ham yaxshi o'ynagan. Sodda rolni o'ynagan jumladan shunday yoqadi. Qaynonasi Farmon bibi-chi hozirgi kunda ham shunday xonimlar uchrashi mumkinmi? Yo'q, Farmon bibi ham o'z zamonasi juda zo'r, ajoyib qaynonlardan bo'lgan ular. Hozirgi vaqtda ham menimcha qaysidir ma'noda o'shanaqa bo'lgan anaqalar ham yaxshi, mehr-oqibatli bo'ladi. O'sha oila tarbiya qiladigan yoshlarni mehr-oqibatlikka, birlashtirishga muhim ahamiyatga ega. Televizordan anaqadan ko'rganingiz boshqa narsa, jonli ko'rganingiz butunlay boshqacha narsa olasiz o'z uchun. O'sha vaqtlarda tushsa juda ham yaxshi. Hozirgi vaqtda to'g'ri yoshlarimiz qaysidir ma'noda telefonga, anaqa boshqa nimaga, mana Instagram turli xil anaqalarga berilib ketgan, lekin menimcha teatrlar qaynona Farmon bibini obrazlar. Nima uchun? Hozirgi kunda ham uni obrazini yoqlaysizmi? Ha. Qaysi jihatlarini? Adolatli-da baribir. Shuning uchun. Rahmat. Oxirgi marta qachon teatrga borgansiz? Teatrga? Ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi.
oylarda? 3 oylardan oshib ketdi. Droftrad haqidagi spektakllarni ham tomosha qilganmiz. Teatrda, sahna ko'rinishlarida qaysi hozirgi davrda dolzarb bo'lgan muammolar yoritilishini xohlar edingiz? Hozirgi davrda ko'proq oilaviy munosabatlar, qaynona va kelin o'rtasida va er-xotin o'rtasidagi munosabatlar ko'proq yoritilishini xohlardim. O'zingizni sahnada tasavvur qilganmisiz? Aynan qaysi rolda? Yo'q, tasavvur qilmaganman. Lekin. Hozir tasavvur qiling. Ona rolida lekin tasavvur qilardim. Sevimli yozuvchimiz Said Ahmad 1976-yilda Kelinlar qo'zg'oloni dramasini yozib tugatadi. 1984-yilda esa taniqli o'zbek rejissyori Melis Afzalov tomonidan sahnalashtiriladi. Rollarni Zaynabxonim Sadriyeva, Obidjon Yunusov, Gulchehra Sa'dullayeva kabi taniqli o'zbek aktyorlari mahorat bilan ijro etadi. Endi esa biz sizning e'tiboringizga Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni dramasidan ozgina parcha ijro etib beramiz. Kelinlar qo'zg'oloni emas, zamonaviy kelinlar qo'zg'oloni. Boshladik. Qani soatda kirim chiqim daftaringni och. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ovsinlaringni chaqir. Ovsinlaru! Chiqinglar, oyijon, chaqiryapti sizlarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oyijon. Hop, ovsinjonlar. Kirim chiqim qiladigan payt keldi. Hamma oyliklarini screenshot qilib, klikdan o'tkazib, screenshot qilib gruppaga tashladimi? Tashladim. Tashladim. Oyijon, boyagina tashladim. Qani? Mana. Ha, yaxshi. Hop. Nigora, senikichi? Oyijon, sizga hali stipendiyam tushgani yo'q. Tushsa tashlab. Menda esa Sendachi? naqd oyijon. Hop, qani oyijon? Nega cho'g' ekan? Cho'g' emas oyijon, hammasi joyida. Kam. Voy, esim qurisin oyijon, bugun boshlig'imizni tug'ilgan kunlari ekan. Shunga 50 mingdan yiqqandik sovg'aga. Ha, tug'ilmay qolsin boshlig'ing ham. Umri uzoq bo'lsin. Oy, sotdi. Hop, oyijon. Hop, endi chiqim. Jadvalingni och. Hop, oyijon. Qani, kimga nima kerak? Oyijon, shu desangiz, anaqada. Voy nima? Haliginaqada. Qanaqa? Ivan Pavlov nazariyasiga ko'ra, shartsiz reflekslarni shartli refleksga aylantirish kerak ekan. Voy, ezilmay gapir. Shaxsiy gigiyena qoidalarini tiklash kerak ekan. Undan keyinchi? Shunga men ham hozir moda bo'ldi-ku. Voy, ezilmay gapir. Gapira qoling. Hamma ovsinlar qildiryapti-ku. Voy, sizlardan gapira qoling, ovsinjon. Shunga men ham lablarimni, yuzlarimni filler qildirmoqchi edim. Nimali? Filler. Ana botoks, oyijon, botoks. Voy. Hozirgi qizlar yuziga filler qildiraman deb tabiiy husnini buzib bo'lyapti. To'g'ri. Undan ko'ra yuzni parvarish qiladigan kosmetikalar olishing kerak. Millerlardan ko'ra. Filler boshqacha edi-de, oyijon. Hech boshqacha emas, Ovsinjon. Kosmetikalarning narxi qancha ekan? Atigi 260 ming xolos. Sotdi, 200 ming chiqar. Xo'p, mana. Qolgan 60 mingini ovsinlaringizdan 10 ming qilib olasan. Voy, oyi. Nima oyi? Bularni berishmaydi-de. Voy, beramiz. Voy, Ovsinjon, beramiz. O'zim 10 ming beraman sizga, Ovsinjon. Ana, bo'ldi. Seniki taxt. Qani, yana kimga nima kerak? Ha, men oyijon. Hop, Desangiz oyijon, ishxonamizni yonidagi magazinda
yangi bitta dubayskiy shokolad kelgan ekan oyijon. Ana shuni bittasi meniki. Ha, o'zbek she'rlari yo'q ekanmi Ordona qogurni? Bilmasam oyijon, hammani tilida dubayskiy shokolad deyishyapti. Undan ko'ra Dubayda ishlab chiqarilgan shokolad deyishsa bo'lmaskanmi? To'g'ri oyijon, xo'p bo'ladi oyijon. Bundan buyog'iga Dubayda ishlab chiqarilgan shokolad deb aytaman. Mana o'zimizni shokolad minglab davlatlardan ko'ra yaxshiroq ishlab chiqariladi. Mana o'zimizni shokoladni yeya qol. Mana yoniga bodomni qo'shsang, dubayskiy shokolad bo'ladi. Oyijon, oling. Keyingisi Tavaring, kimga nimasi kerak? Xo'p. Shu desiz, Toshkentda o'qiydigan o'g'limni kontraktini to'lash kerak ekan. Shuni aytmoqchi. Sotdi, Labiyajon, Toshkentda o'qiyotgan nevaramni kontraktini to'lab qo'y va klikdan tashlab qo'y. Xo'p bo'ladi oyijon, bugun klikdan o'tkazib qo'yaman kontraktiga bo'lmasa. Eringgachi? Erimga esa kostyum shim kerak to'yga kiyishga. Voy, kostyum shim? Ering pagonli, yulduzli kiyim kiyib yuradimi axir? Oyijon, bo'lmaydi-da, to'yga kiyishga bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Kimsan, polkovnik emasmi? Kostyum shim boshqacha-da oyijon. Voy, Ordona qog'uri. Sotdi, Labiyajon, o'g'limni kiyimiga ham pul qo'shib tashlab yubor klikdan. Xo'p oyijon. Xo'p bo'ladi oyijon. Senga nima kerak Nigora? Xo'p, oyijon, men stipendiyam tushsa, Louboutin tufli, Gucci sumka, Cherry'dan kostyum yubka hamda voy, bo'ldi. Sarpongda yangi bor-ku, yangilari bor. Yo'q oyijon, men bu sumka, tufli, kostyum yubkani olishim kerak. Sarpadagi yangilarimni o'qishdagi yurtlarni kiyib bo'lmaydi-ku axir oyijon. Voy, Ordona qog'urlari. Xo'p, lekin tushungan xomsanibman. To'g'ri o'ylabsan, kelim. To'g'ri o'ylabsan. O'qishimdan bitta fan yo'q bo'lmay kreditga tushib qoldim. Ana bo'lmasa. Yaxshi o'qimagansan-da. Endi uni ham to'lash kerak. Oyijon, shuncha kishili xonadonda dars qilib bo'ladimi axir? Qanaqasiga? Bo'ldi, kelinlar. Bugundan boshlab ishlardan ozod qilamiz. Ko'ramiz, qani shunda ham o'qiy olmasmikansan. Hamma ish bizga ekan. Rahmat oyijon, rahmat. Oyijon, choyni oling. Xo'p, charchab bordinglar. Qani turinglar, kelinlar. Oyijon, menchi. Oyijon. Xo'p, Sotdi, senga nima kerak? Oyijon, shu desiz. Men ham Nigoraxonga o'xshab o'qishga kirsam degandim. Oliy ma'lumotli bo'lsam degandim. Hech bo'lmasa sirtqiga kirgizib qo'ya qoling oyijon. Sen tayyorlanmagansan? O'qirganlar olsin. Voy oyijon, hozir o'qish qopdimi? Hammani tayyorlanmasdan turib ham milliy o'qishlarga, xususiy o'qishlarga kirishyapti oyijon. Super kontraktga, xususiylarga kirishyapti oyijon. Xo'p, mayli, sentyabr kelursinchi ko'ramiz. Rahmat oyijon. Boringizga shukr, yaxshiyam borsiz oyijon. Voy. Menga o'qigan kelinlar olganim yaxshi. To'g'ri oyijon, to'g'ri. O'qiganlar o'qigan tarbiyali bolalarni voyaga yetkazishadi. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi oyijon. Bu fikringizga qo'shilaman. Qani endi kelinlar turinglar. Kechki ovqatga tayyorlaning. Turinglar. O'g'illarim keladi. Yaxshi tansiq shirin taomlarni qilinglar. Xo'p, bo'ladi oyijon. Oyijon, choy zangilab kelaman. Mayli, bor. Yaxshi o'tiring. Mashhur nemis dramaturgi Bernard Brecht aytganidek, drama insonni hayratlantirishi emas, o'ylantirishi kerak. O'ylaymizki, bugungi mavzuyimiz sizni biroz bo'lsa-da o'ylashga majbur qilgan bo'lsa. Xursand bo'lamiz. Sizlar bilan bugungi ko'rsatuvimiz
adabiyot nafas olgan sahna ko'rsatuvidan, oz bo'lsa-da teatr hamda dramalardan, Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni dramasidan manfaatli hamda kerakli bilimlarni olgan bo'lsangiz, sizlarga ham tashakkur. Xayr!